Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barakati bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 43-cho'ng gunoh chaqimchilik qilish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Chaqimchi insonlarning orasini buzish uchun gap to'shaydigan kishidir. Musulmonlarning birda qarishiga ko'ra chaqimchilikning hukmi haromdir. Uning harom ekanligiga Qur'on va hadisda shar'iy dalillar bayon qilingan. Alloh taolo sura Qalamning 10 va 11-oyatlarda mundaq deydi. Bu oyat qarindoshlar Valid ibn Mughira, ya'ni Xolid ibn Validning dadasiga qarata nozil bo'lgan oyat. Shunaqa Alloh taolo bu oyatda qasamxo'r, past, g'ayratxo'r, suxanchi odam, ya'ni Valid ibn Mughiraga itoat qilmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Chaqimchi jannatga kirmaydi. Birlikdagi hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki odamning qabrisining yonidan o'tib ketib, bu ikkisi azoblanyotdi. Ular cho'ng gunoh tufayli azoblanmayotdi, ammo u azobga ko'ra haqiqatan cho'ng gunoh. Ularning biri sudikidan saqlanmabdi ekan, yana biri chaqimchilik qiladi ekan dedi. Keyin yo'l bir shoxni elib ikki parcha qilib sundirib, ikki qabrning har biriga birdan sanjib qo'ydi va balki bu shox qurib qolguncha ularning azoblari yengillab qolar dedi. Birlikdagi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlar insonlarning eng yomonining ikki yuzlimilik kishi ekanligini bayqaysizlar. U ularga bir yuzi bilan, bularga yana bir yuzi bilan keladi. Kimki dunyoda ikki tilliq, ya'ni ikki yuzlimichilik bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kuni uningga o'tdan ikki til beradi." Birlikdagi hadis. Ikki tilliq degani gapda harakati bilan tili birdek bo'lmay, anaga bir xil, managa bir xil gap qilgan ikki yuzlimichi odamni ko'z tutadi. Shuningga bunday odamga qiyomat kuni Alloh taolo o'tdan ikki til berdi deydi. İmam G'azali bunday deydi: "Chaqimchilik odatda bir kishi haqida so'zlangan so'zni u kishiga yetkazib, falonchi sen to'g'riliq bunday deydi deyishdan iborat. Ammo u amaliyotda buning bilan cheklanib qolmaydi. Balki oshkor bo'lib qolishi, yomon ko'rilgan hamma narsani o'z ichiga oladi. Bu mayli birining so'zini boshqa biriga og'iz orqali yetkazish yoki yezish, ko'z qisish, ishorat qilish orqali bildirish bo'lsin, mayli birining aybini yoki boshqa xususiy ishlarni so'zlash bo'lsin, hammasi o'xshash chaqimchilikka kiradi. Chaqimchilikning mohiyati maxfiyatlikni oshkorlash, oshkorlansa bo'lmaydigan ishlarni yeyib o'tishdan iboratdir. Aslida inson boshqalarning ayb nuqsonlarini ko'rmasga sezish kerak. Faqat bu kamchiliklarni so'zlash foydali bo'lsa yoki gunohning oldini olish imkoniyati yoritilsa so'zlashga bo'ladi. Biri chaqimchilik qilib, "Palonchi seni undaq dedi, pokonchi mundaq dedi" deb gap ko'tarib kelsa, buni 6 ishni qilish lozim. Birinchisi, gap ko'tarib kelgan kishining so'zini tasdiqlamaslik lozim. Chunki u chaqimchidir, fosiqdir. Fosiqning so'zi qabul qilinmaydi. Ikkinchisi, uni chaqimchilik qilishdan to'sish, unga nasihat qilish va buning yomon ish ekanligini aytish lozim. Uchinchisi, uni Allohning roziligi uchun yomon ko'rish lozim. Chunki u Allohning dargohida dushman hisoblanadi. Shuning uni Allohning roziligi uchun yomon ko'rish vojibdir. To'rtinchisi, gap qilingan kishi haqida yomon gumon qilmaslik lozim. Chunki Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Nurg'un gumonlardan saqlaninglar, ya'ni oiladagilarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir." Sura Hujurat 12-oyat. Beshinchisi, chaqimchining gapini anglaganda
anlagan sözlerinin doğruluğunu aniqlashga urinmaslik ve onu sürüştü qilmaslik lazım. Çünkü Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Müminlerin aybini izlemanglar. Sura Hujurat 12. ayet. Bayanqı ayetninki davamı. Altıncısı, çıkımçını toskan işini özüge rava görmeslik lazım. Yani başkalarını çıkımçılık kılışından tosып durup bu işini özü kısa bulmaydı. Özüge rava görmeslik lazım. Rivayet kılınışça bir kişi Ömer İbni Abdülaziz'nin yanıga yeni bir kişini çıkış için gelgende Halife Ömer İbni Abdülaziz onunla Brader, halsan bu işini tekşirip çıkımız. Eğer sözün rast çıksa, sen bunu ayetin hükmüge kirsen. Yani, eğer sizlerge bir pasık adam birer haber ilip gelse, o haberini iniqlap görünler. Sura Hujurat'ın 6. ayeti. Eğer sözün yalgan çıksa, o çağı sen bunu ayetin hükmüge kirsen. Gayvetxor, suxançı, Sura Kalem 11. ayet. Eğer halsan seni abu qilamiz degan edi, o kishi müminlerin emri meni abu qilgan. Bundan keyin hargizmi chaqimchilik qilmayman dedi. Bir kishi Sahib İbni İbadqa xati yozilgan bir parça terini sundu. Uningda mal dunyosi ko'p bir yetimning melini elib olishga qiziqtirish to'g'risidagi mazmun yozilgan edi. Sahib İbni İbad terinin arka yüzüge bunu eskertişini yazdı. Çıkımçılık gerçe eğitilgan söz doğru bolsun mu nahayet kabih iştir. Allah ölgen kişiye rahmet kılsın. Yetimni öz panayida saqlasın. Onun melini köpeysin. Çıkımçının balasını bersin. İmam Gazali İhya namlı kitabında nakıl kılgan. Hasan Basri mundaq deydi. Kimki sana birinin gipini toşup gelse bilgin ki o senin gipini mi başkalarına toşup bardı. Maqal temsilde mundaq deyilgen. Sana gap toşup gelgen kişi senin gipini mi toşuydu. Onun nazar eyligen. İbni Mübarek mundaq deydi. Veli dizine sır saklamaydı. O bu sözü arkalık sır saklamaydıgan bir çekimçilik bilen şoğullangan her qanday kişinin veli dizine eşkelliğine işaret kılgan. O bu karşını Allah Teala'nın bunu ayetini algan. Bu ayette Utulli ba'de zalike zanim depti. Tercümesi kopal. Onun üstüge haramdan boğan. Yani Sura Kalem'nin 13. ayeti. Rivayet kılınışça Selef salihlardan bir kişi bir kıyımdaşını ziyaret kılıp berip, onunla başka kıyımdaşlardan birinin sahipxan yaman gördüğün gepini kılıp beripken, sahipxan onunla "Braderim, gayvet kıldın. Sen 3 cinayet bilen beni ziyaret kılıp kepsen. Biri kıyımdaşımni bana yaman görsettin. Yani biri onun sebebini kalbimni meşgul kıldın. Yani huzur halatımni buzdun. Üçüncüsü özenge özeng töhmet kıldın" diye. Danalardan biri mundaq deydi. Biri sana kıyımdaşını tillab berse seni tillagan boladı. Bir kişi Ali ibn Hüseyin raziyallahu anhumanın yanına kelip onunla "Balançı seni ayıplab mundaq sözlerini kıldı" degan edi. O onunla "Undaq bolsa biz onun qishig'i billa borayli" dedi. Shunda qilib ular onun qishig'i billa bordi. O yolda ketib o'tib ko'nglida Hüseyin raziyallahu anhu öç aladigan bo'ldi deb o'yladi. Biroq u uning qishig'i borganda uningga "Ey qardoshim, agar men to'g'riliq aytganlarim to'g'ri bo'lsa, Alloh meni afv qilsin. Agar xato bo'lsa, Alloh seni afv qilsin" dedi. Abu Lahabning ayoli chiqimchilik qiladi. Chiqimchilik insonlar orasida dushmanlik paydo qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda o ayolni o'tin to'shug'uchi ayol deb sifatladi. Chunki o'tin o't bo'lib ko'ydi va o'tning ulg'ayishiga sabab bo'ladi. Aytilishicha, chiqimchilik qilish shaytonning ishidan yomondir. Chunki shaytonning ishi vasvasa qilishdan iborat. Chiqimchilik bo'lsa, yuz turani dushmanlik paydo qiladi. Shunga qarindoshlar, chiqimchilik qilishni saqlanaylik. Chiqimchilikning oqibati qiyomat kuni og'ir bo'ladi. Biz har bir ishimizda
qiyomat kuni ajr oladigan ishga tirishishimiz kerak. Qiyomat kuni jazoga mubtalo bo'lgan ishlardan o'zimizni yiroq tutishimiz kerak qarindoshlar. Alloh taolo Qur'on Karimning Hujurat surasining 6-oyatida: "Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam biror xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliginglar uchun o xabarni aniqlab ko'ringlar" degan. Shunga qarindoshlar, chaqimchilik qilib kelganda shu xabarning rost yolg'onligini aniqlab ko'rishimiz kerak. Yoki bo'lmasa uningga tarbiya berib, sen bunda gap to'shima, bu seninki qilmishing qiyomat kuni ig'ir sana azob keladi deb uningga tarbiya berib, uni bu yo'ldan yondirib, o'zimiz u ishni unutib ketishimiz kerak. Alloh taolo darslarimizni barcha qarindoshlarga manfaatli qilib bersin.